Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Shayba. Bugun sizlarga atomning shakliga qarang. Xuddi cho'ng bo'lib kichiklab ketgandek ko'rindi degan mazmunni o'qib beraman. Atomning shakliga qarang. Xuddi cho'ng bo'lib kichiklab ketgandek ko'rindi. Atom ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigudek darajada kichik. Quyosh sistemasi olam kemasi bilanmi borolmagudek darajada yiroq. Kichik atom bilan cho'ng quyosh sistemasini ko'rishi o'xshash. Chunki har ikkisini yaratgan zot birdir. Undaqda bu yaratuvchi kim? Qani amsa bu savolga birlikda javob beraylik. Koinotni eng go'zal shaklda yaratgan, mangdurgan va boshqargan Allohdir. Xo'sh,